Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz akalar Andijon viloyati Izboskan tumanida. Bugun Xudo xolasa shu tabiat qo'yinida va uy sharoitida qanday baliq baqish olib o'tamiz. Bolalarga nimalar beriladi, qanaqa rasot qilinadi va qanchalik chinkal keladi, shu haqida to'liq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum, Hazib aka. Bu ko'rib turgan maydonimiz tabiat qo'yinida joylashgan ekan. Bu qancha maydonga ega? Ko'rib turgan baliq omborimiz. Ko'p yo'limiz 2,5 gektar maydonga ega. 2,5 gektar. O'z maydonimiz qancha? 5 gektarga boradi. 5 gektarga boradi, xudo xolasa. Masalan, mavsumida qancha baliq tashlaysiz? Mavsumni yonimizga tashlaymiz. 2 kilo bo'lib tashlaymiz. 400-800 kilo bo'ladi. 400-800 bir tonnaga yaqin bo'ladi. Qanaqa turlar achirasizlar? Baliqlarga. Sazan, amur, oq baliq. Sazan, amur, oq baliq achiladi, xudo xolasa yetishiladi. Endi qanaqa yem bilan boqasizlar ularni? Endi asosiysi sazan bilan amurga nima beramiz? Buğday beramiz. Oq balig'imizga amurni selektorni aralashtiramiz. U lichinga bo'ladi, o'shan terib yeydi. Shu mavsum davomida ular katta yetishtiradi. 6 oy davomida yetishtiriladi. 6 oy davomida yetishtiriladi. Sizlar o'qib sotmaysizlar? Yo'q, biz o'qib sotmaymiz, o'zimiz pishirib sotamiz. Voy mashalloh akalar, ko'p tegmasa, hammasilar uchun obunachilar. Video davomida akalar bittadan like obuna tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa kanalimizni rivoj uchun bunday qiziqarli videolar chiqarish kerak qilamiz akalar. Bu bolalarimiz ko'p bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ladi. Xudo xolasa ko'rib turganinglarda akalar, o'zim haligi davomli ketadigan qayalarimiz ham bor. Oilaviy, 2 kishilik bor ekan, oilaviy bor ekan. Masalan, kishi boshiga qanchadan to'lashadi? Kishi boshiga 5000 so'mdan. 500 so'mdan xudo xolasa to'lashadi. Masalan, davomli ketgan odamlarga bizdan kelsa, Xudo xolasa siznat o'tib berasizlar. Xudo xolasa inshaalloh, masalan, ko'rib turibsizlar. Mayli bo'lamiz. Maydonimiz katta ekan, 2,5 gektar ekan. Ko'rib turibsizlar. Sazan balig'imiz bu. Sazan baliq. Masalan, 600 so'mda qancha bo'ladi veslari? Veslari o'rtacha hisobda 1 kilo, 1,5 kilo atrofida 75 ming sotamiz. Bu balig'imiz bor hozir, laqqa, sazan, oq baliq, uchovi bor. Laqamiz 45 ming so'm. Laqamiz 45 ming so'm. 2,5 kilodan 5 kilo, 4 kilogacha bor bo'ladi. Voy mashalloh. Sutga o'shatib qo'yamiz. Mashalloh, xudo xolasa. Bular qanaqa yem bilan boqasizlar keyin? Yo'q, bularni sotib olinadi. Yem sotib olasizlar. Yo'q, o'sha yerimizdagi qanaqa yemlar bilan boqasizlar? Bu buğday bilan boqiladi. Ko'rib turganinglarda hozir obunachilar. O't tarafda qanaqa bolalarimiz bor ekan? Balimiz bor bu yerda. Bu tarafda oq balig'imiz bor. Ular betar qanaqa? 1 kilo 200 dan 1 kilo 300 gacha ret bo'ladi bular. 1 kilo 200 dan 1 kilo 300 gacha bo'ladi. Bular kilo qanaqadan? Kilosi 50 ming so'mdan bularni. Kilosi 50 ming so'mdan. Sazanlarimiz Sazanimiz 75 mingdan. 75 ming so'mdan pishirib, pishirib beriladi, xohlagan stilda. masalan, sovuq retda o'zida 5 so'm beriladi. sut akilsiz qanaqa bo'ladi bular? Sut akilchimiz ham kilosiga pul to'laydi. Asosiy bezda sazan balig'imiz bor. 75 mingdan kilosi. Xomab ketaman 65 mingdan. 65 mingdan. Shunday bemalol kattalar kelib, davolab ketadigan bor. Bo'laveradi. O'zinglar pishirib, O'zim pishirib beraman men, chiroyli qilib. shaxsan o'zingizni. O'zinglar pishirib berasiz. Video tugatishdan oldin akalar bittadan like obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa YouTube va Instagram kanalimizda aktiv bo'lib tursanglar, xudo xolasa bundan qiziqarli videolar chiqarishga qilamiz akalar. Oilaviy kelib dam olib ketaman deydigan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, oshna qolgan bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelasizlar. Masalan, tabiat qo'yini ko'rib turibsizlar, bemalol tutib, xolasizlar tutib, aptisilar ham bo'ladi, xolasizlar ham pishirib, bemalol o'tirib, dam olib ketgan sharoitda ham bo'ladi. Beriladi nomerini aka aytib o'tsangiz, xudo xolasa obunachilar kelishadi. Yo'qsa kelib o'tirib, bemalol dam olib ketishadi. Nomerni aytib qo'ysangiz. Baliqxona nomeri 95 200 1080. Men Powerman, men nomerim 93 838 78 81. Aloqa qilib ko'rasizlar. Videoga like, obuna tugmasini bosib qo'yinglar.